Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Aziz ve muhterem. Şundaqla süyümlük Şarq Türkistanlık qarindaşlarım. Bu temini iki qitim sözleşke mecbur olab qaldım. Xatırlaş kunupkisini basmay boşuğa bir qitim sözlepdimen. Endi sözleydiğinim avalqidek bulandı. Bir nima demekdes asas mazmuniga o'xshab ketayu. Ammo ifodalarim qanday bo'ladi? Ko'rayotganinglardek mavzumiz dunyo siyosatida ko'rilayotgan va deyilayotganlar. Bu mavzudimi yana azroq qo'shimcha gapimni deb olaman. Ya'ni asosiy mavzuni boshlashdan burun qo'shimchalardan biri shu. Suriyadagi atalmış Türkistan İslam Partisi isim o'zgartirdi. Buni tabriklamdi. Bir nima deyish tez. Tehi emdila bökünü almashtiribdi. Başning ismi o'zgardimi? Buningga bir nima demek tez. Bayroqchi. Agar bu bayroq partiya bayrog'i deyilsa, buningga deydiganimiz yo'q. Qanday bo'lsa bo'laversin. Ammo davlat bayrog'i deb iddao qilsa, buningga sukut qilishga bo'lmaydi. Bu o'zgarish haqiqatni tunib yetishdan, haqqa qoyil bo'lishdan, xatoni tunishdan manbalanganmi yoki davomliq aldamchilik qilishga uyg'unlashish uchunmi? Buni bilishimiz kerak. Bunu bilishimiz uchuncha bayonlarda aniq holda Xitoyni dushman desin. Ya'ni dushman deb qo'yishlar bo'lmaydi. Chunki dushman birmuncha bo'lishi mumkin. Shuning ichidagi birisi Xitoy bo'lib qoladi unda. Birdan bir dushman desin. Sharq Turkiston besib olingan davlat deganni tashviqotlarning o'zgarmas prinsipi darajasida ustun tutsin. Nishonining faqatla Sharq Turkiston mustaqilligini asliga keltirish ekanligini ta'kidlasin. Boshqa davlat, boshqa uluslarga jihad eksporti qilmaydiganligini, jihodining birdan bir obyekti Xitoylar ekanligini ta'kidlasin. Mana shuningdan keyin bu partiya Sharq Turkiston siyosiy partiyalarining ichidagi birisi bo'la oladi. Burunqi holati bilan Sharq Turkistonning partiyasi emasdi. Ammo qurolli kuchlar yanada boshqa masala. Chunki qurolli kuchlar hozir Suriya armiyasiga qo'shib etilgachga Sharq Turkistonning qurolli kuchi deyish mumkin emas. Amdaylik tabrikchilar, her katta tabrikchilar var, tabrikchilarning orasida karomat davo odamlar bilarmanlar. Endi ko'ringlar bu amaliyotni. Nimani tabriklabsizlar? Yeni bir qo'shimcha, bu asli boshqa mavzu qilsak bo'pti endi. Türkiye muloyizchilari ve başka bir muncha muloyizchilar her zaman İran mavzusida xatoga ketyapti. İran haqiqiy ma'noda g'arbga dushman emas. Shundaqla haqiqiy ma'noda g'arbmi İranning dushmani emas. Bundan kimmi dushman bo'lmaydi? İran g'arb dunyosi uchun tepilmas bir ko'zur. Chunki musulmon dunyosiga qarshi qo'llanishga bo'ladigan, musulmon dunyosini parchalashga yaraydigan bir ko'zur. Şuna İran'ın acizleşip gitişini g'arbliklar hergiz xohlamaydi. Bunun aksini so'zlaganlar har qachon ko'rinishlarga aldanib qelyotadi. Ko'rinishlarning oqistiki mohiyat tamamen aksicha.
İran'ı təvirtiş ihtimali bolgan bir unsur içki cəhətdə bolup, İran ahalisi mecburi teňilypatgan şeriat düzülmesine karşı partlaş ihtimali bolgan bir magma. İranlıklar bek dindar xalq emas. G'arblikni besip tushgidek uçuqlıqqa mayil, dinsizlikqa mayil bir xalq. Şoňa mecburi bolgan dindarlyk sistemini buzup, Rıza Şah Pahlavi zamanına qaytışqa teşna muddetlik bomba. Koşumçumның yana biri şu. Pisi bilen ay qarangğısida tepişidi degan temsilimiz var idi. Yakında qarsam Məmtimin Hazretini tirildirishga urinayotganlar badaq qiladi. Uni yuylayotganlarning kimliklariga qarsaqlar, masala bekli yalang'och oldi ma'lum bo'ldi. Qurultaychilar, Xitoyparastlar, avtonomiyachilar. Dal joyiga tushgan. Türklarning bir gapi bor, toshlar yerini o'ddirdi deb qo'ydi. Dal shunday. Taşlar joy-joyiga ketayotganligini ko'ramiz. Bu kishining turkcha nashr qilingan bir kitobi bor. Bu Məmtimin Hazretim. Türkiye'den qo'rqib ketadigan ejderha deganroq ma'noda bir ismda. Yani Xitoylar Türkiye'den qo'rqib yurki chiqib ketadi demoqchi ekan. Qanchinglar ishonaysizlarmi shu gapga? Xitoylarning Türkiye'den qo'rqib yurki chiqdimi? 10 yılda bir kakalap koyduğum bu kürük toxu ya belki meleki çöçeklerde deyildiğin bir toxu vardı ya göher toxu dağın toxu. Şundamı ki ya. Çetelge çıkan 30 neçe yıldan beri kıygan büyük işlerden biri aşı bir neçe toxum. Kürük toxumu aralap toxup koyarmış ya. İnkılapçıymış, yazgıcıymış. Üzünün Uygur Kurultayını muayyenleştirip sözlegen bir video nutqı bulungan Türkçe itibamında. Ahırgıç körüş için Pulat'tan işlengen nervlar bombası bombagıdek derecede bir videodu bu. Her sözünü goya tegsiz bir çoğunkurluktan tatip et çıkıvatkandek küçünüp, inciklap, adamını ağzı yutadigan, nefesini sıkı yutadigan derecede. Mana şu nutqı bilenmi özünün aslında bir qurultayçı ekanligini namoyon qilgan edi. Bunun bilan 30 neçe yılda tuqqan aşı sanaqlıq tuxumlardan biri bo'lgan Mustaqillik Kuruşi nomli tuxumni yo'q chiqargan. O'ylanglar qarindoshlar. Mustaqillik Kuruşi deb kitob yozsan, u avtonomiyachilarning sifida nima ishing bor? Kallang joyidimi yo o'yin o'ynab o'tamsan? deb savol so'rag'idek qilishlar. Bu kişini yüylep tiklemekçi buluvatkallar tarihinin çağını akıgı bırmakçı oğallardır. Avar olmanlar. Tırıldıramayıslar. Yeni bir noktum babınınga ait. Almatıda öldürülgen 4 mücahitinin hesabını soraydıgan buluvelip, ikkide bir menin sakılımga yanışıdıgan helik hesapçılar nerede kaldı? Birini menin tegide kalmagandı. Hey davaçılar, sizler baş cinayetçi dep qaraydigan adam qaytadan meydanga chiqishga yo'l izlayotidi. Buningga gapinglar yo'qmi? To'taylarning hisobini qiladigan ko'ngil bilib qo'shimcha qiladiganim tugadi qarindoshlar. Bu mavzuda u ham bu yanda so'ralgan bir qism savollarga javob beraman. Savoldan biri shu. 3. Dünya Urushi boshlanış oldi mı?
birinchi pay o'qni kim otadi? Qazanğıcı kim bo'lishi mumkin? degan ma'nodagi bir savol. Bu haqda mulohizachilar bu savolga aloqador mazmunlar bo'yicha qaynab ketyotidi. Ya'ni 3-Dünya urushi bo'lish oldida degan qarash mutlaq hukm bo'lishga boshlagandek ko'rinyapti. Undaq bo'lsa, birinchi pay o'qni kim otadi? Bu savolga ba'zilar Amerika deb javob berayotgandek qiladi. Ammo mening qarashim undaq emas. Emisi Xitoy boshlab beramdi? Undaq emas. Kelaylamda sabablarga Amerika qaytadan Buyuk Amerika shuari bo'yicha harakat boshlandi. Qaytadan Buyuk Amerika qurib chiqish uchun fursat kerak, iqtisod kerak. Urush boshlansa har ikkisi bo'lmaydi. Shunga Amerika birinchi pay o'qni hargiz otmaydi. Xitoy taga Amerikani yengilishiga ishonch qilolmaydi. Yetarli kuchlanmadi. Shunga Xitoy ham boshlamaydi. Xitoy kuchlangandan keyinmi birinchi bo'lib urushni boshlamasligi cho'qim. Chunki Sun Tzuning urush san'ati kitobida eng yaxshi g'alaba urushmay qozonilgan g'alaba degan bir o'git bor. Shunga Xitoylarning bugungi qadam ilishlarining hammasi urushmay qozonilayotgan g'alabalar bo'lg'achqa. Urushga texnik ehtiyoji yo'q. Urush qo'zg'og'ichi. Endi normaldir. Kim bo'lishdan qat'iy nazar hozirgi vaziyatga qartilgan gapmi emas. Umuman urush qo'zg'og'ichi hisob kitobni eng ko'p qiladigan taraf bo'lib, g'alaba qila olamdim yo'q, nima qozonaman degan savolga javob topishi shart. Agar javobda qozoniladigan manfaat kira ko'tarmaydigan bo'lsa, ya'ni qurbon bergan odam sarf qilingan iqtisodga qaraganda ozroq manfaat bo'lsa, kira ko'tarmaydigan shunday bo'ldi-ku, hargiz urush qo'zg'amaydi. Lekin men ikkinchi bo'lib urush e'lon qiluvchilar hisob kitob qilishga fursat bo'lmaydi, urushga majburiy so'rab kirilgan bo'ladi. Xo'sh, urushni boshlag'uchi Amerika bo'ladi deyilsa, Amerika qaysi hisoblarga ko'ra qaysi foydani elishiga ishonib bu urushni boshlaydi? G'alaba qilishiga qanchalik ishonchi bor? Foyda olamdi, ziyon tortamdi. Bu aniqsiz. Amerika Xitoy orasida urush bo'lsa, qayerda bo'ladi? Bumi bek muhim. İkisi dunyoning ikki chekkisida. Chegirdoshma emas. Eng ko'p ehtimollik Sharqiy dengiz, Sharqiy Janubiy Osiyo dengizlarida. Ya'ni G'arbiy Tinch okean qirg'oqlarida bo'ladi. Bu Xitoyga yaqin bo'lg'achqa, Xitoyga bir kapolat omili bo'lib xizmat qiladi. Urush rayonining Xitoyning ana tuprog'iga yaqin bo'lishi. Aniqki, Amerika urushni boshlab bo'libla Xitoyni agashtirib Amerika qirg'oqlariga kelib, urushni Amerika qirg'oqlarida qilmaydi. Xitoy agashib kelmaydi-ki. "Va, qashda yaxshi bo'ldi, qo'g'laymiz" deb kelamdi. Natayin. Bu taraflarni hisobga qatganda Amerika uchun foydasiz omillar hali ko'p. Agar boshlag'uchi Xitoy bo'ladi deyilsa, Xitoy oldi bilan g'alaba qila olamdim deb o'ylasa, javob nima bo'ldi? Qaysi foydani oladi? Xitoyning hisobi qanday bo'ladi deb foyda oladigan bir hisobni chiqardi. Foyda yo'q. Aksicha, tulkilarcha ilgirlashlarida qozonilayotgan qozonchlar yo'q chiqishi mumkin. Endi sizlar bu urushni kimning qo'zg'aydiganligiga mantiqli bir sabab ko'rsatib beringlar. Va bu sababinglarga ko'ra urush qo'zg'ovchini hukm qilib beringlar. Unda bo'lsa,
Nima buncha ko'p deri taraqshitishlar bu? Amerikaning bir odati bor yana. Mush biz hayotimiz ichida ko'rdik buning misollarini. Boshqalarga ko'tarib yurib urushni, aqsni paylab etish bo'lib, Xitoyga qarshi urushni kimga ko'tarib yurishi mumkin? Xitoyga qarshi urush deyilgan ekan, uni Osiyo, Afrika, Latin Amerikasidagi kappari kepak davlatlarga o'xshatib olmaydi. U dunyoning eng yo'g'on ikkinchi kuchi deb qaralayotgan bir davlat. Andan keyin Rossiya yoki Hindistondek biror cho'ng davlatga o'ddiga berishga to'g'ri keladi. Buning bilan qolmay, qo'shimcha qilib Sharqiy Janubiy Osiyodagi bir necha davlatni kuch kiritib, Xitoyga qarshi selish kerak bo'ladi. Nima o'ddiga berish degan chaqchaqarlash bir gap qarindoshlar. Rosa o'ddiga berdigan o'xshaydi deb qolmanglar. Kuch kiritib urush qilib qo'yib, keyinib turadigan ish demoqchi. Shu Ukraina Rossiya urushi amaliyotda Amerika Rossiya urushi. Urush Ukrainaga o'ddi berildi. Shunga o'xshash ishlar. Agar orada cho'ng davlat bo'lmay, faqatla kichik qo'shinlar bo'lganda urush chopsa oxirlashadi. Xitoyni ojizlatish maqsadida ish qo'shmagandan boshqa bir tarafdan g'alabadan keyingi texmi o'ziga ishongan Xitoyni borliqqa kelib qo'ysa, yana bir tarafdan atrofdagi davlatlar texmi qo'rqish vaziyatiga tushadi va Amerikaga ishonib urushib qolganiga pushaymon qiladi. Amerika ishonch nomerlaridan bir munchini uttirib qo'ydi. Demismi shu andagi Amerika dunyodagi kichik va ojiz davlatlar ham taraqqiy qilayotgan davlatlar oldida nupuzini xeli tushirib olgan vaziyatda. Aksicha bu davlatlarda Xitoy nupuzi xeli ustun. Xo'sh, savoldan yana biri. Ukraina Rossiya urushi Yevropa Rossiya urushiga aylanib ketamdi? Ba'zilar shunday so'ramoqda. Va shunday demakda. Mushundaq farazlik qilayotgan turk muloyizachilar xeli bor. Mening qarashim buning aksicha. Bundaq degichilarning to'g'ri xatosiga hukm qilish uchunmi yuqorqi usul bo'yicha savollab baqsanlar bo'ladi. Rossiya nima qozonadi? Yevropa nima qozonadi? Rossiyaning Yevropaga ehtiyoji yo'q. Ammo Yevropaning Rossiyaga ehtiyoji bor. Energiyada. Burunqi Ukraina Rossiya urushi yangi boshlagan chaqlardagi videolarimda deb o'tgandim. Ko'rgan bo'lsanglar esingizga olaysizlar, bo'lmasa takror ko'rib beqinglar. Ruslar tuvan turmush sharoitiga, qiyinchilikqa, yo'qsizlikqa chidamliqqa. Yevropaliklar Ruslar qaraganda xelinlam aqqon. Ruslar kartoshkasini yeb, üzüşidigan vodkasini o'zlari ishlab chiqarib, tirajaveradi. Ammo Yevropaliklar iqtisodi tuvallasa, xalq turmushi hozirgi saviyadan tushib, mal bahosi o'rlab ketsa, chidab bo'lolmay isyon qilishi mumkin hukumatiga qarshi. Mushundaq deganim yodimda. Shu oldingi videolar. Rossiya Ukraina urushiga oid videolar. Shu videolarni qayta ko'rib baqsanglar, endiki vaziyatga ro'baro qilib baqsanglar bo'ladi. Ukraina Amerikaning qo'llashi bo'lmagan holda Yevropaning yordami bilan urushni davom qila olamdi. Yana bir savol mushu mazmunda edi. Lekin hozirning o'zida Ukraina Amerika oldida akadoq deb o'zini ma'lum qilib oldi. Ko'ryapsizlar. Agar Yevropaga ishonch qila olgan bo'lsa, Amerikaga buncha yo'l qo'ymay boshdagi erkakchiligida tura olgan bo'ladi.
Yevropaning tahdid tuyg'usi to'g'rimi? Yana bir savol. Rossiya Yevropa uchun xavfmi? Yevropa, xususan Buyuk Britaniya izchil holda Rossiyani xavf deb qaraydi. Aslida bu an'anaviy dushmanlik bo'lib, Britaniya quyosh botmaydigan imperiya bo'lib tanilgan zamonlardagi ustunlik talashishidan miras qolgan qarashdir. Angliya yolg'iz qolmaslik uchun butun Yevropani bu xavfga ishontirib, o'ziga qayg'u sherik qilib olishga urinib kelyapti. O'tmishda qolgan bu dushmanlikning ta'siri Yevropadagi davlatlar ichida Polshadami mavjud. Chunki Polsha Birinchi dunyo urushigacha ruslarning mustamlikasi edi. Soğuk münasebetler urushi davrida yana ruslarning tapın ostida qaram davlatga o'xshashroq sifatda bir davlat bo'lib qolgandi. Buning achchig'i hala bor. Ammo bugun ruslar Yevropa uchun tahdid emas. Nima uchun? Ruslar Yevropani bosib oladi deb qo'rqyapti. Tahdid desak, nimani ko'z tutamiz? Mana tajovuz qiladi, bosib oladi deganni ko'z tutamiz. Shundaqda, undan so'ng ruslar Yevropa uchun xavf deganda Yevropani bosib oladi deganligimiz bo'ladi. Yevropani bosib olamiz desizlarchi? Ya boshqa sababi bormi bu qo'rqishning? Buni tushunmoqdasiz. Lekin ruslar Yevropani bosib olib nim foydaladi. Qo'li tutib tura olamdi, bosib olsa. Baribir tutib tura olmaydi. To'liq asossiz bir endisha. Yana bir savol. Rossiya qanchalik haqli, qanchalik haqsiz? Rossiyaning Ukrainaga qarshi boshlagan urushi aslida haqliq qo'g'dinish deyishga bo'ladigan urush. Buni burun deb o'tgandim. Hammanglar Ukraina taraf bo'lib Rossiyani qag'ayotgan chog'dagi videolarda buni degandim. Urush Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish orzusi bilan boshlangan. NATOdek bir harbiy ittifoq bilan qo'shni bo'lishni qaysi davlat xohlaydi? Davlatlar kuchlik bir qo'shnidan har qachon xavf his qiladi qarindoshlar. Shunga o'tirdi bir tarafsiz davlatning bo'lishi xotirjamlik kafolati bo'ladi. Bu jihatdan Rossiyaning NATOni o'zining chegarasi bo'yida ko'rishga toqatining bo'lmasligi g'oyat normal bir ish. Davlat mudofaa nuqtasidan ojiz qo'shinlar xotirjamlik beradi, kuchliklar qo'rqinchli. Shunga Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish orzusi Rossiya tarafidan muloyimlik bilan qabul qilinishi mumkin emas. Shunga Ukrainaning haddini bildirib qo'yishga majbur bo'lgan. Qrim masalasini burunmu dedik, asli tatarlarning vatani edi, keyin ruslar ishg'ol qildi, Rossiya zamini qilib qo'shib oldi, faqat Xrushchev davrida Ukrainaga kesib berilgan. Shunga Qrim masalasida ruslarning haqli tarafi bor. Yana bir savol. Yevropa birlashma armiya qurib chiqa oladi. Bu armiya NATOning sharqqa qarshi vazifasini o'tkazib ola oladi. NATO tarqalib ketadiganligi, NATOning o'rniga Yevropa birlashma armiyasi quriladiganligi so'zlanmoqda. Bu notayin bir ish. Mümkün bo'ladi deyilsa-mu, bir necha yil ichida tayyor bo'ladigan ishmi emas. U holda bir kulkulik vaziyat o'tirg'i chiqadi. Anda ekan bu bir necha yil ichida tayyor bo'lmaydi deganlik, bu arada Rossiya tamamen bosib ola oladigan ojiz holda turdi. Endi bu armiyani resmiy qurib, resmiy ishga tushadigan bo'lganda endi Rossiyaga taqobil tura oladi degan bir ma'no chiqadi bundan. U holda bu armiya qurilib, kuchiga kelganga qadar bo'lgan bu orliqdagi ojiz davrida u xavf nada tutib turdi? Bir bema'niga.
Demek bu aciz devirde mi bu havip kişiler oylayotgandek bolmagan eken, u armiyani kurup çıkkandan keyin mi bolmaydı. Okşaş. Eğer birisi besip aladigan bolsa, bir devletni onun aciz vaqtidan foydalanıp besip aladigan iş. U armiya kurup, küçülünüp, bu meşiklerini kılıp, kurallanıp, kıyıgıça Rusya tutturum da, unda niyeti olsa, tolumu bilmeyeni bir karaş. Avrupa armiyasi hergizmi NATO'nun ornunu basamaydı. Yeni bir sual. Türkiye Avrupa armiyasi katnaşamdı. Katnaşpaydılık mı, ziyallık mı? Türkiye mülayizçileri yana Türkiye armiyasının Avrupa'da, hem de Türkiye Avrupa oldu. En güçlük armiya ekenligi bu bir yeni gazel bu. Avrupalık olan. Türkiye'nin Avrupalık sanılışı yeni çıkan bir gazel. Bu armiya Avrupa'da en güçlük. Türkiye armiyası. Şuna Türkiye'siz Avrupa armiyası bulanmaydıganlık hakkında değişmekte. Avrupalıkla Birleşme Armiya fikri tuğulgandan başlap, Türkiye'ni Avrupalık kılıvagan ahvalmı acayip kızık. Avrupa İttifakı'na iltimas kılıp, yerim esir bosuğudu saklaganda Avrupalık hesaplığını unumıganlıkını eske alsak, endiki bu tutum tolumu yüzsüzlük olup çıkıdı. Eğer moşundaki ahvalda Türkiye, sen mi Avrupalı degen şiilaşlağı uçmağını yakşı. Bu armiyanın kuruluşu gayesidi köz tutulgan düşman Rusya boğallığı üçün Türkiye Ruslağı düşman buluştan uzakta uspaydılık oludu. Nime üçün Ukrayna Amerika'nı müstesna kılıp Avrupa'nın destekide uruşunu davam kılay demesden Amerika'nın ayağı gıcıkıdıp yürüydü. Yana bir sual bu. Yukarıda deyilgenide Ukrayna Amerika bolmagan ahvalda Avrupa'nın kollaşıga işenç kılıp Amerika'nın tinçlik taleplerine karşı hareket kılışka petinanmaganlığı üçün mana şundaq kılıp. Yana bir sual, Ukrayna talep kılıvatkan Amerika'nın bexatarlik kipilligiga erişe alamdy. Meningçe Trump bu kapalet talebiga cevap berip boldy. Yani kipillik sözü bämi diýip dogrusu. Maňa işenmemsin awa degende kılıpla bunundan üzünü kaçırawatydy. Bunundan kim talep kılingandek enik bir kapalet berilişi nataýyn. Yana bir sual. Ukrayna üçün Avrupa bexatarlik kipilligi bäse yetmemdi. Yetmeydi. Yaki Ukrayna şundaq his kıldy. Aslında işgal kılıngan topraklar Rusyanyň kuluda kalgan halda uruş toktutulsa bununla kapalet mi gerekmez? Ruslar işgal kılıngan topraklar bilen kanaatlandy. Ama Ukraynanyň endişisi başka mezmunlarını öz içine alsa gerek. Tinçlik gelişimi kılınsa kandak netije bilen tügeydi? Ruslar işgal kılıngan topraklardan çekinemdi? Ruslar işgal kılıngan topraklardan çekinmeydi. Bunu Trump mı bişaret kıldı? Ruslar bek köp adam kurban berdi. Bunu bikadın ziyan tatkan bulamdı. Degendek ima işaretlerden ma'lum ki Ruslar joyida kalıp. Aldın ketimde degenimdek xuddi Hindistan Xitoy arasidagi aeronachal Pakistan Hindistan arasidagi Kashmirdek mengü hal bolmaydigan chegara masalasi bolup qalaverdi. Tuprak Rusyanyň amaliy kontrolligida namda Ukraina tuprak şekilde söýrilip giteýerdigan turdaki tarihi meselege aýlandy. Döwletleriniň häwip duýgulary nimelerni menbä kılady? Başga bir sual. Nime üçin häwipler halyklarga lopaýylyk bilen gösterildi? Bu sualnyň jogaby addy emas. Gyndaşlar. Bu en dikkatli atıdıgan bir mesele bu aslında.
Eee, buni eng cho'nqur o'ylashga tegishli bir savol. Eng hayron qolarlik bir taraf shuki, odatda bunda xavf tuyg'usi eng kuchli bo'lgan Amerikadan mavjud. U holda bunda xavfsirashning birmuncha g'arazlik holda xalqni hurkitish, davlat atrofiga uyushtirish, ichki ziddiyatlarni yepish, ba'zi chiqimlarga adres ko'rsatish ehtiyojidan qasddan tug'dirildi yoki cho'ngaytib ko'rsatildi desak to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Masalan, Yevropani qaysi davlat besa ola? O'ylab bakinglar. Höddisdan chiqalarmi? Besib olgan taqdirdami qo'lida tutib turalarmi? Tamamen asossiz bir xavf tashviqoti bo'lib, amaliyotda hukmron guruhning boshqa maqsadlar uchun xavf tuyg'usini suiiste'mol shaklida qo'llanayotganligini faraz qilish tez emas. Masalan, Trampning Yevropa haqida deyotgan gaplari bir turli qo'rqoq selish bo'lib, Amerika Yevropani qo'g'dimaydi deganida, Yevropaliklar o'zini qo'g'dashga majbur bo'lsa, nima qilish kerak bo'ladi? Javob berib topinglar. Amerika qo'g'dimidi, Yevropaliklar hamda o'zini o'zi qo'g'dish kerak. Birinchi bo'lib qiladigan ishini Yevropani harbiy aslahalarga mablag' solishga majbur bo'ladi. Harbiy aslahalarning ko'pini Amerikadan sotib olish kerak. Mana bu shunday qilib, Trampning mundaqli deb qo'ygan gapi Amerikalik qurol savdogarlari uchun milliardlab pul qozondirdi degan gap. Shundaqla Yevropaning o'zidan hokimiyatdagi guruhlar yoki shaxslarning pul xarjlash jarayonida qaqti-soqti qilishiga yo'l chiqadi. Iqtisod tutib baqqanlarini bilasizlar. Bir shirkat, idora da buğaltırlık, kasırlık qilganini bilasizlar. Pul bankada jim yotsa, hech kim yeb ololmaydi. Pul sarf qilinishga boshlaganda, harakatlanishga boshlaganda, ondan o'g'riyanchiqlar uchun yo'chiq chiqadi. Bu sababdan Yevropaliklar Amerika selayotgan qo'rqoqni xuddi rostdek qabul qilib, o'zining xalqiga cho'ngaytib ko'rsatishidagi sabab bu. Agar ular bu orliqdan foyda undirishni o'ylamaydiganlar bo'lsa, qo'g'dimisan qo'g'dima, Rossiya bizga hujum qilmaydi desili bo'ladi. Chunki Rossiyaning bunday bir tajovuz plani yo'qligi keskin. Sizlarcha bormi? Agar bor desanglar, nima uchun? Nimani foydaladi? Nimaga erishadi? Va bu savollarga javob topa olsanglar bo'ladi. Xavf tuyg'usi aslida bir qo'shimcha bo'lma, xavf tuyg'usi O'rta Osiyo davlatlarida bo'lmasa bo'lmaydigan bir zaruriyat edi. Bu davlatlar hala Xitoyga yo'l qo'yishni davom qilyapti. Buning oqibati albatta qo'rqinchli bo'ladi. O'zbekiston va Qozog'istonda faqat bu ikkisida qolganlarda emas. Xalq ichidagi fikr odamlari Xitoy xavfidan ogohlantirayotgan bo'lsa-mu, hokimiyat beshidagilar buningga quloq solmayapti. Buning bedeli bek ig'ir bo'lsa. Yana bir savol, oxirgi savol bu. Kanada Amerikaning 51-shtati bo'lib ketami? Kanada Buyuk Britaniya podshohining mulklaridan biri. Kanada haqida deyilgan bu gaplar Kanada bilan qolmay, Buyuk Britaniyaning izzatiga tegadi. Bu taraflardan aytganda Kanada oson yutqili bo'ladigan bir loqma emas. Amerika bilan Buyuk Britaniyaning an'anaviy ittifoqdoshligi bor. Bu gaplar ching'i chiqqanda, hozir buningga chaqchaq deb muomala qilinyapti. Ching'i chiqib qolsa, Britaniya bilan Amerikani yomonlashtirib qo'ydi. Shu bu so'z bir quruq gap desak bo'ladigan turdi. Endi mening shaxsiy ta'siratim, agar Amerikaning bir shtati bo'lib qolgan bo'lsa, mayli biz uchun Amerika fuqarosi bo'libdi.
Tagım küçlük döwletiniň fukarasy bolgan ýaxşy, emma bolmaýdy. Qarindaşlar bugün müşäkçi bolsun, ýene bir gatem görüşkiçe Allaha amanet olanlar, Allah niyet kıygan ulugwar işleriňizde sizlerge hemdem bolsun, muwaffaq kılsın. Hayır hoş. Salamet olun.